Italiyaning san'at darajasiga chiqqan giperkar. Avto olamda butun boshli epoxa yaratgan noyob shedevr. Dizayn, ovoz va xarakteri bilan giperkarlar orasida alohida o'rin egallagan qimmatli asar. Pagani Zonda. Orazio Pagani 1992-yil Italiyada o'z kompaniyasini ochgach, o'zining orzu qilgan mukammal giperkarni yaratishga kirishdi. 1999-yilga kelib bu orzu reallikka aylandi va butun dunyo ilk bor Pagani Zondan yuzini ko'rdi. Bu giperkarni chizishdan oldin u aviatsiya va Formula 1 texnologiyalarini o'rganib chiqdi. Karbon toladan yasalgan kuzov, qo'l mehnati bilan ishlangan har bir detal bu go'yo yuvelir ishidek aniqlik bilan yig'ilgan nufuzli skulptura. Saloni esa sizga qiruvchi samolyotning kabinasini eslatadi. Orqadagi 4 ta markaziy vyxlop trubasi esa bu giperkarni xuddi kosmik kemadek ko'rsatadi. Pagani Zonda Sion2 1999-yilda dunyoga kelgan birinchi Pagani. Mercedesning AMG V12 motori, karbon kuzovi va o'ziga xos dizayni bilan avto olamga mutlaqo yangi qarash olib kirgan Pagani. Zonda F 2005-yilda taqdim etilgan Formula 1 afsonasi Juan Manuel Fangio sharafiga nomlangan. Yengil karbon titan kuzov va atmosferali AMG ning V12 motori bilan yangi bosqichga chiqqan Zonda. Pagani Zondalar ommaviy ishlab chiqarilmaydi. Har bir giperkar mijoz xohishiga qarab qo'l mehnati asosida yig'iladi. Zonda 5 2009-yilda yaratilgan va faqatgina 5 dona ishlab chiqarilgan noyob giperkar. Atmosferali V12 motor, 678 ot kuchi va agressiv aerodinamika bilan u Zondaning eng kult versiyalaridan biriga aylangan. Zonda R 2009-yilda taqdim etilgan 750 ot kuchiga ega V12 motordagi giperkar. Bu faqat trassa uchun yaratilgan konstruksiya. Zonda Revolution 2013-yilda dunyoga kelgan. Bu Zondaning eng yovvoyi va eng ekstremal versiyasi. 800 ot kuchiga yaqin quvvat, Formula 1 texnologiyalari va agressiv aerodinamika bilan u haqiqiy trassa maxluqiga aylangan. Karbon tola rangi, salon materiali, hatto mayda detallar ham xaridorga moslab tayyorlanadi. Shu sababli deyarli har bir Pagani Zondalar yagona nusxa hisoblanadi. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Mercedes fanatlariga yuborib qo'ying.